nima bo'lishi mumkinligini menimcha bu agar buni Frez o'ldirgan bo'lsa-chi. Oy, Jonson, ko'chada qanaqa shovqin eshitiladi? Kechasi ham uxlashga qo'yishmadi, ertalab ham uxlashga qo'yishmaydimi? Axir endigina soat 10 bo'ldi-ku. What the fuck? O'zi bir kun dam olaman. Shuni ham bular bir joyga tiqib qo'yapti hozir. Qishloqlar, nimaga bu yoqqa yig'ilib olgansizlar? What the fuck? Ana o'zi ham chiqdi. Frez, qalisan? Yaxshimisan? Ko'rib turganingda. Menimcha ko'rinishi yaxshiga o'xshamaydi. Конечно, yaxshi emasman, chunki sizlar ertalabda men kayfiyatim buzdinglar. Biz senga nima qildik? Nima qildik? Uyimda oldida baqir-chaqir qilyapsizlar-ku. Конечно, baqir-chaqir qilamiz. Sani uyingni tagida ikkita o'lik topilgan. What the fuck? Nima deding? Hozir meni uyimning tagidan ikkita o'lik. Bu yer nimaga teshik bo'yotibdi? Bu meni uyimning tagi-ku, Jonson. Bu sani uyingni tagi. Va uying tagida o'liklar topilgan. Xohlasang tushib qor u yerga. Lekin tushish mumkin emas. Nima? Tushish mumkin emas? What the fuck? Tushish mumkin emas. Tushsang seni otib tashlashar ekan. Janoblar, bu yerda kim bor? Nima? Kim kerak? Bu meni uyimning tagi va u yerda nima qilyapsizlar? Bilsam bo'ladimi? Yo'q, bilishingiz shart emas. Bu yerda o'liklar topilgan. What the fuck? Bu juda ham meni qiziqtiryapti. Qanaqa o'liklar bo'lishi mumkin? To'xtang, oldin hozir yerda oldiga kirishimdan oldin sabzilarni ishini qilib qo'ydingmi deb hozir boshimni qotirish mumkin. Shuning uchun hozir siz merda oldiga borib gaplashib ko'ramiz akalar bu haqida. Okay, mer, janob, kirsam bo'ladimi? Kiraver. Salom mer. What the fuck? Ichingizda kim bor? Yaramas. Qishloqni hozir olib tashlayman. Jonson, boshimda uqalab qolyapti. Tegma unga. Keyin uqalaydi, to'xtang janob. Mer, to'xtang, siz bilan bu yerda gaplashaylik. Qana menga qarangchi. Mer, meni uyimning tagidan o'liklar topilibdimi? Sani uyingni tagidan ikkita ayol o'lgan emish. Ikkita ayol? What the fuck? Ular nimaga aynan meni uyimning tagida? Uni sendan so'rash kerak. Nimaga sani uyingni tagida? Bilmadim. Mana aytgancha sabzilaringiz. Menga hozir buni bilib ichkariga tushib, aslida nima bo'layotganini bilmoqchi bo'lsam, ular meni yoqqa qo'yishmayapti. Qancha qo'yishmaydi-da. Nimaga qo'yish kerak? Bilasizmi, menga lapatka kerak. Sizda lapatka topiladimi? Yo'q, menda yo'q, lekin omborda bo'lish kerak. Lapatkani nima qilasiz? Qilasan. Keyin ko'rasiz, mer. Hozir omborxonaga borib lapatkani olib olaman. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men yana o'sha Frez yoki umuman boshqa. Agar sizlar bu videoga bosib kirsanglar, oldinda hali sizlarni qiziq voqealar kutib turibdi. Shuning uchun hoziroq kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki 1000 ta podpischik bo'lishimizga ozgina qoldi va xuddi shu videoga like bosib qo'yinglar bolalar. Men hozir ombordan lapatka olib kelishim kerak. Okay, qanam, xo'sh, mana sandiq, xo'p. Bu yerdan bizga kerak bo'ladi lapatka bor ekan, kirka bor ekan va bolta. Boltada 9 o'rin. Bolta kerak bo'ladi akalar bizga. Va lapatka ham kerak bo'ladi va kirka ham zarar qilmaydi. Sandiq esa mutlaqo kerak emas. Tak bolalar, men hozir uyimning tagiga tushib ko'raman va u yerda nimalar bo'layotganini ko'rishim kerak. Sizlar esa like bosib qo'yinglar. Okay, qani pastga tushamiz. Xo'sh, faqat uyimni to'xtanglar. Agar ular meni ko'rsa, otib tashlashini aytdi, lekin men o'limdan qo'rqmayman akalar. Hozir qayerdan tushsam ekan? Okay, mana shu yerlar ma'qulmikan? Bu yerda ko'p shetillar saflanib turibdi. Men esa mana shu yerdan qani yerga qazishni boshlayman. Okay, undan oldin sizlar kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Oppa, ajoyib. What the fuck? Hoy janob, bu yerda nima qilyapsiz? Axir sizga tushmang degandik-ku. Men tepadan agarot qilayotgandim, politsiyalar. What the fuck, bular nima? Bular jasadlar, o'lgan odamlar. Bu meni qo'rqityapti. Shuning uchun men sizga tushmang degandim, Jonson.
Ha, tushmaydigan joyga tushib nima keragi bor Jonson? O'zingiz yoki aqlliman deb o'ylabsizmi bizdan ham? Yo'q, shunchaki uyimni tagidan nimalar topganinglarga qiziqqan edim. Bu namuncha sasiydi. O'zi nimadir anchadan beri uyimni oldida sasirdi. Shu narsalar ekanda. Ha, to'g'ri, shu narsalar ekan. Mana bu yer nima bo'lgan ekan qiziq. Bu yerma qana o'tib ko'rsam bo'ladimi? Faqat ehtiyot bo'ling. Tepadagi uy siznikimi o'zi aniq. Ha, mana shu uy meniki. Okey. Tak, buni ochib bo'lmayaptimi? Yo'q, uni hali ochganimiz yo'q. Uni ham ichida nimadir bo'lsa kerak. Ha, uni ham ichida nimadir bo'ladi. Bu yerni to'xtang, ochib ko'raylikchi. Bu yer namuncha zaxga o'xshaydi. Bu yer menimcha zindon bo'lsa kerak. Bularni zindonda saqlagan. Rostdan zindon bo'lishi ham mumkin. What the fuck? Bu yerdan menimcha ketganim yaxshi. Bilasizmi, politsiya, biz o'ylashim bo'yicha qishlog'imizda qanaqadir manyak bor. Manyak, qanaqa manyak? Rostdan qanaqa manyak bo'lishi mumkin? Menga kameralar kerak bo'ladi. Kamera va to'pponchalar. Shunaqa narsalarni olib kelib bera olasizlarmi? Ha, olib kelib bera olamiz. Va siz uni bizga topib bera olasizmi, manyakni? Ha, topib bera olsang olib kelamiz. Ha, albatta, agar kamerani o'rnatib qo'ysak, u avtomatik kameraga tushib qolgan bo'ladi. Xo'sh, mayli, sen aytganingdek bo'la qolsin. Tashqarida kutib tur, biz seni oldinga o'zimiz chiqamiz. Bu yerdan bir ikkita rasmlar olib olishimiz kerak. Aha, xo'p, hozir men tashqariga chiqib turaman. Mana shu yerdan chiqsam bo'larmikan? Xo'p, mana. Okey, ketdik. Oppa. Fres, nima qilyapsan bu yerda? Qishoqqa, bu yerda men ichkarida nima borligini ko'rib chiqdim. Axir tushmoq qolmasiniqi. Qishloqlar biz ham tushib ko'ramizmi? Yo'q, stop. Pastda jiddiy narsalar bor. Sizlar kelsa bu yerga tushish mumkin emas. Politsiyalar chiqib, o'zi pastda nima bo'layotganini aytmaguncha sizlar tushmaganinglar ma'qul. U yerda ko'rgan narsalaring nimaga bizni qiziqtiryapsan? Qiziqtirma. Okey. Hozir politsiyalarni kutish kerak. Bo'lam, ichkarida ko'rgan narsalarim juda ham qo'rqinchli edi. Ana endi politsiyalarning chiqishini kutishimiz kerak. Ungacha mayli kirlarni yuvib turamiz. Nursun, sen kir mashina bo'lmay yaramas. Shu paytda ishlamaganini qaranglar. Janob Fres. Hozir. Mayli, samlarga yiroq shug'ullanamiz. Vaqting bor ekan, yaxshi ham. Mana chiqib bani. Xo'sh, nima gaplar? Biz pastda deyarli hamma ishlarni qilib bo'ldik va hech kimning qo'l izi va hech qanday barmoq izlari, ikkalasi bir xil narsa bo'lsa ham hech qanday dalil ashyolar topa olmadik. Va sizning gapingiz menimcha mutlaqo haq. Biz kameralar o'rnatishimiz kerak. Ha, buni sezganingizdan xursandman, ofitser. Va kameralarni qachon o'rnatamiz? Bilasizmi, o'zi kameralar o'rnatishga unchalik vaqtimiz yo'q. O'zingiz kamera o'rnata olasizmi? Men albatta o'rnata olaman. Lekin qanaqasiga? Men shaharda avval kamerachi bo'lib ishlardim va har xil uylarga va domlar, podyezdlarga kameralar o'rnatib yurardim. Bu ishni juda ham yaxshi bilaman. Menga ishonsangiz bo'ladi, ofitser. Bo'lmasam problemasi yo'q. Men kechga kelaman. Yo'q, balkim kelmasman. Balkim boshqasi kelar. Sizga kameralarni berib ketamiz va ularni o'rnatib manyakni topishimiz kerak. To'g'ri aytasiz. Va pastdagi podvalni ham yopib tashlaymiz manyak topgandan keyin. Agar siz bizga manyakni topib bersangiz, yangi uyingizni remont qilib beramiz boshdan oyoq. Nima rostmi? Uyimni remont? Mayli, gap yo'q, ajoyib. Rangini ham o'zgartiramizmi? Ha, albatta. Siz xohlagandek qilib remont qilamiz. Faqat sizdan bir iltimos, manyakni toping. To'xtang, balki manyak sizdirsiz. What the fuck, bu nima deganingiz? Men qanaqasiga manyak bo'lishim mumkin? Bu gaplaringiz asosli o'ringa ega emas. Mayli, men shunchaki hazillashdim. Mayli, bora qolay, kechga kameralar olib kelaman. Okey, mayli, ofitser, beshlashing. Keyin biz kameralar o'rnatganimizda shu holat sodir bo'ldi.